Neyrosonografiya, UZI, ya'ni bolalarni boshidan UZI qilish. Bu asosan hali 1,5-2 yoshgacha kirmagan, liqildog'i hali yopilmagan bolalarda o'tkaziladi va bu bosh miya haqida ma'lum bir miqdorda ma'lumot bera oladi. Lekin juda ham ko'payib ketdi. 4 millimetrdan kattalashdi, bo'ldi, unda cherepnoy bor, unda boshida suv ko'p, gidrosefaliya degan narsalar. Hozirda isbotlangan tibbiyotda evidence based, PubMed, up to date va shunga o'xshash butun jahon tan olgan ma'lumotlar bazasida bu narsa mutlaqo noto'g'ri narsa hisoblanadi. Ya'ni 10-12 millimetrdan kattalashsagina ventrikulomegalia, ya'ni o'sha bosh miyada bosim baland, bosh miyada qorinchalar juda ham katta degan narsa qo'yiladi. Ungacha norma hisoblanadi. Hamma bir xil emas. Ba'zi bir bolalarda 4-5 millimetr norma bo'lishi mumkin. Ba'zilarda 7-8 millimetr, 10 millimetrgacha norma bo'lishi mumkin. Hammada qorinchalar razmeri har xil bo'ladi va shunga qarab turib diagnoz qo'yish noto'g'ri hisoblanadi. Bolada bezovtaliklar, qo'shimcha shikoyatlar, aynan boshqa kasalliklar yo'qmi, bormi, lekin bolada nevrologik simptomatika, nevrologik statuslarini baholab turib, shunga qarab turib ma'lumot berish kerak. Qanaqadir neyrosonografiyaga qarab turib har xil diakarb, aspargam va shunga o'xshash bo'lar bo'lmas dorilarni yozish bu mutlaqo noto'g'ri hisoblanadi.